alaykum. Bugun milliy sertifikatga tushgan original savollarni 15-misollar to'plamini ko'rib chiqamiz. Bu savollarni yig'ib chiqqan ustozimizga katta rahmat. Birinchi savol: tengsizlikni yeching. Tengsizlik berilgan logaritmik birinchi navbatda asos haqida fikr yuritamiz. Cosinus x. Cosinus x ning qiymatlarini bilamiz. Cosinus x ning qiymatlari cosinus x bu -1 oralig'ida. Lekin bu logaritmning asosida kelgani uchun biz unga faqatgina cosinus x ni 0-1 oralig'idagi qiymatlarni qo'ya olamiz. Chunki logaritm asosi manfiy bo'lmasligi kerak va birdan farqli bo'lishi kerak. Endi logaritm qoidasi bo'yicha agar asos 0-1 oralig'ida bo'lsa, tengsizlik ishorasi qarama-qarshiga o'zgaradi. Sinus 2x katta yoki teng cosinus 2x dan. Va biz yana bitta shart olishimiz kerak. Cosinus 2x bu 0 dan katta bo'lishi kerak. Mana sistemani yechamiz. Endi birinchisini o'zini yechib olaylik. Bir tomonga o'tkazib olamiz. Sinus 2x minus cosinus 2x katta yoki teng 0 dan. Ikkalasining koeffitsentlari 1 bo'lsa, ildiz 2 ning xavfini tashqari chiqaramiz yoki ildiz 2 bo'lib olamiz deb o'ylasak ham bo'ladi. 1 taqsim ildiz 2 sinus 2x. Maqsad qo'shish formulasini hosil qilish. Cosinus 2x katta yoki teng 0 dan. Sinus 2x ildiz 1 taqsim ildiz 2 ning o'rniga cosinus pi taqsim 4 qo'yamiz. Minus sinus pi taqsim 4 cosinus 2x katta yoki teng 0. Chap tomon qo'shish formulasiga keladi. Sinus 2x minus pi taqsim 4 katta yoki teng 0 dan. Sinusning musbat qiymatlari bu birinchi va ikkinchi o'rak 0 dan pi gacha. Faqat davr qo'shib qo'yamiz. 0 qo'shuv 2pi ga argumenti 2x minus pi taqsim 4 pi qo'shuv 2pi ga. Pi taqsim 4 tenglikdan ikki tomonga o'tkazamiz. Pi taqsim 4 2x endi bu yig'indi 5pi taqsim 4 qo'shuv 2pi ga. 2 ga bo'larsak pi taqsim 8 qo'shuv davr qolib ketdi. Qo'shuv pi ga x 5pi taqsim 8 qo'shuv pi ga. Hozircha bu birinchi tengsizlikning yechimi. Endi ikkinchi tengsizlikning yechimini ko'ramiz. Cosinus 2x 0 dan katta bo'lishi kerak. Cosinus esa birinchi va to'rtinchi choraklarda minus pi taqsim 2 dan pi taqsim 2 gacha. Endi buni ham yozib olamiz. Minus pi taqsim 2 qo'shuv 2pi ga argument 2x pi taqsim 2 qo'shuv 2pi ga. 2 ga bo'lib minus pi taqsim 4 qo'shuv pi ga x pi taqsim 4 qo'shuv pi ga. Ikkinchisining yechimi mana javob chiqyapti. Endi ikkalasini kesishmasini oladigan bo'lsak, bu minus pi taqsim 4 emas, pi taqsim 8 dan boshlanadi. Bu esa pi taqsim 4 gacha. Demak, yakuniy javobimiz pi taqsim 8 qo'shuv pi gadan pi taqsim 4 qo'shuv pi gacha. Faqat bu kirmaydi. Demak, javob C ekan. Keyingi savol. Birinchi navbatda ko'rsatkichli asosiga e'tibor beramiz. Ikkalasini ham asosi, ikkalasi ham 3 dan katta, 3 birdan katta. Demak, shunchaki tashlab yuboramiz. Hech narsa o'zgarmaydi. Logaritm 3 asosga ko'ra ildiz x minus 6 katta, logaritm 3 asosga ko'ra x minus 4. Endi keyingi qadamimiz logaritm asos birdan katta. Bunda ham tengsizlik ishorasi o'zgarmaydi. X minus 6 katta, x minus 4. Faqat kichigini 0 dan katta deb olishimiz kerak. X minus 4 0 dan katta. Sistemani yechamiz. Birinchisini yechib olamiz. Kvadratga ochtirsak x minus 6 katta x kvadrat minus 8x qo'shuv 16. Tenglikdan chap tomonga o'tkazib olsak x kvadrat minus 9x qo'shuv 22 kichik 0 dan. Endi buni
Tengsizlikni yechamiz endi. Nollarini topamiz. -9x qo'shib 22 teng 0. Diskriminant 81 -88 -7. Bu degani son o'qiga qo'ygan paytimizda doim musbat qiymatlarni qabul qiladi, lekin bizdan so'ralgan oraliq manfiy. Demak, bo'sh to'plam tengsizlik butun yechimlari nechta desa, javob 0 ta. Keyingi savol. 3-misol. Tenglamaning ildizlar yig'indisini toping. Buni ham soddalashtiramiz. Aniqlanib sog'a solmaylik, oxirida yechimlarni tekshirib ko'ramiz. Ildiz ostida logaritm uchastkasiga ko'ra bu 6 - x ning kvadrati bo'lsa 16-da. Qo'shuv 6 ko'paytirilgan logaritm 9 ni 3 ning kvadrati deylik. Buni esa 18 - 3x ning 1/2 darajasi teng 7. 16 ni oldinga tushirib olamiz. 16 logaritm uchastkasiga ko'ra 6 - x. O'zi bunda aslida modul qolishi kerak, juft daraja bo'lgani uchun, lekin bizga mana bu ikkinchisidagi 18 - 3x ham musbat bo'lgan hisobga oddiygina o'zi qoladi. Agar bo'lmasa edi, modul qo'yib 2 marta yechishga to'g'ri kelardi. Shu endi asos darajalarni oldinga tushirib olamiz. Bu 3 darajasi teskari, bu esa o'tishadi. 1/4 logaritm uchastkasiga ko'ra 18 da 3 ni chiqara olaylik. 6 - x teng 7. Endi bu 16 dan 4 ni chiqaramiz. Ildiz ostida logaritm uchastkasiga ko'ra 6 - x. Qo'shuv 6 bilan 4 qisqartiramiz. 3/2. Ko'paytmadan yig'indaga o'tib olsak, logaritm uchastkasiga ko'ra 3 1 ga teng. Qo'shuv logaritm uchastkasiga ko'ra 6 - x teng 7. Endi belgilash kiritib olsak bo'lar ekan. Belgilash kiritib olamiz. Logaritm ildiz ostida uchastkasiga ko'ra 6 - x ni a deb olamiz. 4a kvadrat qo'shuv 3/2 qo'shuv 3/2 yo'q, 4a kvadrat emas, 4a bo'lar ekan. 4a qo'shuv 3/2 qo'shuv 3/2a kvadrat teng 7. 2 ga ko'paytirib olsak 8a qo'shuv 3 qo'shuv 3a kvadrat teng 14. Bir tomonga o'tkazib daraja kamayish tartibida yozamiz. Qo'shuv 8a minus 11 teng 0. Xorazmiyga ko'ra bitta ildizi 1 va ikkinchi ildizi minus 11 taqsim 3. Endi ildiz ostidagi belgilashni olganimiz uchun ikkinchisi bo'sh to'plam, manfiy yechim chiqolmaydi, faqat 1 qo'yishimiz mumkin. 3-chi ishimiz logaritm uchastkasiga ko'ra 6 - x teng 1. Ildiz ostida kvadratga oshirsak yana 1 bo'ladi. 6 - x teng 3, x teng 3. 3 shartda qanoatlantiradi. 3 qo'yadigan bo'lsak, demak javobimiz B ekan. Keyingi savol. 4-misol. Tenglama nechta ildizga ega? Tenglama nechta ildizga ega? Keyin grafik usulida aytaylik. Birinchi soddalashtirib olamiz. 2 ni ln x darajasi teng 3 ni 1/2 ildiz ostida 3 ning ln x qo'shuv 1. Endi ikkita funksiya deb qaraymiz. 2 darajasida ln x. Ikkinchi funksiyamiz ildiz ostida 3 ln x qo'shuv 1. Endi grafikini chizamiz. X o'qi, Y o'qi. Daraja istalgan qiymat qabul qilishi mumkin. ln x -6 dan +6gacha, lekin ko'rsatishli bo'lgani uchun faqat musbat qiymatlarni qabul qiladi. -xlik bo'lgan paytda 0 ga intiladi, lekin 0 bo'la olmaydi. Keyinchalik qiymatlari oshib ketaveradi. Birinchisining grafigi. Ikkinchisini grafini chizadigan bo'lsak, buni hozir qiymatlari 0 ga erisha olmaydi, lekin 0 ga juda yaqin bo'lib, 1 qo'ygandan keyin u 1 qiymatlari keyin oshib ketadi. Lekin bu ildiz 3 bo'lgan hisobga nisbatan sekinroq o'sadi. ln x 2 ln x esa nisbatan tezroq o'sadi. Va ular bitta kesishgan nuqtaga ega, yechim bitta bo'ladi. Buni taxminan topish ham mumkin. ln x 2 bo'lgan qiymatiga to'g'ri keladi. Adashmasam 4
3 qo'shib 1 4. O'zi bitta yechim bor ekan. S barobar y kvadrat. Nechta yechimga ega so'ralgan? Bizdan javob bejavob. Keyingi savol. Tenglama haqiqiy jarayon toping. Agar u yagona bo'lsa, shuni toping. Bunda ham hech qanaqa aniqlanish sohasi olmaymiz. Shunchaki ishlab ketaveramiz. Oxirida chiqqan yechimlarni tekshirib ko'ramiz. Tenglikni ikkala tomonini kvadratga oshira olamiz. Logaritm x asosga ko'ra buni 4x ning 1/2 deb olamiz. Tenglik 1/2 logaritm 4 kvadrat x. 1/2 ni tenglikdan oldinga tushira olamiz. Ko'paytirilgan logaritm x asosga ko'ra 4x teng. Asos bilan ko'rsatish logaritm osilgan ifodani almashtirsak, logaritm x asosga ko'ra kvadrat 4. Ko'paytmadan yig'indiga o'tamiz. 2 ni birdan tenglikdan ikkinchi tomonga ko'paytirib olaylik. Logaritm x asosga ko'ra 4 qo'shuv 1 teng 2 logaritm x asosga ko'ra bu 4 kvadrat. Belgilashga to'sagan bo'lik endi logaritm x asosga ko'ra 4 ni a deb olamiz. 2a kvadrat tenglik a qo'shuv 1. A kvadrat minus a minus 1 teng 0. Xorazmiga ko'ra 1 ildizi 1, ikkinchi ildizi esa s taqsim a minus 1/2. Koeffitsiyentlar yig'indisi 0 bo'lgani uchun. Endi bu yechimlarni o'rniga aytib qo'yamiz. Birinchi yechimimiz logaritm x asosga ko'ra 4 ni 1 ga tenglashtiramiz. Logaritm x asosga ko'ra 4 ni minus 1/2 ga tenglashtiramiz. Shunda x ning birinchi darajasi 4, birinchi yechim 4 chiqar ekan. X ni minus 1/2 ikkinchisi 4 bo'lsa, tenglikni ikkala tomonini minus ikkinchi darajaga oshirib olamiz. X tenglik 1/16. Endi aniqlanish sohasi olinmagani uchun bu yechimlarni har birini tekshirishga to'g'ri keladi. 4 qo'ygan paytimiz tenglikdan ildizdan keyingi o'ng tomonga qo'yamiz. 4 qo'ysak logaritm 4 1 ga teng bo'ladi. Bu 1 ni 1 ga olsak 1 minus 1. Lekin ildizdan manfiy chiqmaydi. Bu yechim bo'la olmaydi. 1/16 qo'yib tekshirib ko'ramiz. Logaritm 1/16 asosga ko'ra iljosida 4 ko'paytirilgan 1/16. Iljosida tenglik minus 1/2. Logaritm 4 asosga ko'ra 1/16. Bu 1/4 1/2 chiqadi ildiz. Bu esa 1/2 chiqar ekan. Ikkinchi tomoni esa bu minus oldinga chiqadi. 2 minus 1/2 minus bilan minus pelishkalanadi. To'g'ri, bu shart qanoatlantirar ekan. Yechim shunda 1/16 javob. 6-misol. Tenglamaning ildizlar ko'paytmasini toping. Tenglikdan bir tomon o'tib belgilashga olaylik. X ni a deb olsak, bu a kvadrat qo'shuv x minus 1 ko'paytirilgan a qo'shuv 2x minus 6 teng 0. Agar a ga nisbatan yechib x ni son deb o'ylasak, qo'shganimizda minus x plus 1 ko'paytirganda 2x minus 6 bularni tanlaymiz. Minus 2 bilan minus x plus 3 qo'shgan paytimiz 1 minus x to'g'ri. Ko'paytirganimiz esa 2x minus 6. Endi bu yechimlarni aytib qo'yamiz. Logaritm 2 asosga ko'ra x. Logaritm 2 asosga ko'ra x. Logaritm 2 asosga ko'ra x. Bir marta minus 2 ga tenglashtiramiz. Logaritm 2 asosga ko'ra x ni esa minus x qo'shib 3. Birinchisidan muammo yo'q, shunchaki logaritm ta'rifdan foydalansak 2 minus x, ikkinchisi x. Birinchi yechim 1/4. Endi ikkinchi yechim ikkala tomon ikki xil bo'lgani uchun grafik usulidan foydalanaylik. Logaritm 2 asosga ko'ra x. O'zi nechta yechim borligini tekshirib ko'ramiz, keyin o'ylab ko'ramiz qolgan. Logaritm qiymatlari x ga manfiy qo'yish mumkin emas. 1 qo'yganimizda 0. 2 qo'yganimizda 1 chiqadi. Birinchisining grafigi bu. Grafik. Endi ikkinchisini grafikini chizamiz. 0 qo'yganimizda 3 qiymat qabul qilar ekan. 1 qo'yganimizda 2, 2 qo'yganimizda 1, 3 dan 0 qiymat qabul qilar ekan. Tag'in bitta yechim bor ekan. O'shani ham o'zi aniq ko'rinib qoldi chizmani o'zidan. Ikkinchisi
Mana bu olgan grafikimiz. Kesgan nuqtasi bitta bo'lyapti. x2 teng 2. Ikkita yechim bizga ko'paytma so'ralgan. 2 ni 1 taqsim 4 ga bersak 1 taqsim 2. Javob A ekan. 7-misol. Bu savol takrorlandi. Boya topildik yechim. Tenglamalar bitta ildiz chiqdi. Adashmasam 1 taqsim 16 chiqdi. Keyingi savol. Tenglamani haqiqiy ildizlar ko'paytmasini toping. Kenglikdan bir tomga o'tkazib olamiz. Bu ham belgilashtiraylik. Shuni A deylik, bu B deylik, bu A bo'ladi, bu B bo'ladi. A kvadrat ekan, B kvadrat ekan. Shunda A kvadrat teng AB minus B kvadrat 2B kvadrat yo'q plus 2B kvadrat ekan. A kvadrat minus AB minus 2B kvadrat. Agar nisbatan yechsak, qo'shganda 1 ko'paytirganda minus 2 bu A teng bo'ladi minus B ga yoki A teng 2B. Qo'shganimizda B ko'paytirganda minus 2B kvadrat. Endi qaytib joyiga qo'yamiz. Bir marta x qo'shuv 1 teng minus ligi x minus 1 bir tomga o'tkazamiz. Ligi x plus 1 plus ligi x minus 1 teng 0. Qo'shdan ko'paytirishga o'tib olamiz. Ligi x kvadrat minus 1 teng 0. X kvadrat minus 1 teng 10ning 0-chisi x teng plus minus ildiz 2. Aniqlan sohasi olmagandek. X minus 1 x 1 dan katta bo'lishi kerak. Demak, manfiy qiymat qabul qilmaydi. Faqat ildiz 2 ni qabul qiladi. Endi ikkinchisini yechamiz. Ikkinchisi ligi x plus 1 teng 2 ligi x minus 1. 2 darajaga yozib oladigan bo'lsak, ligi x plus 1 tenglik ligi x kvadrat minus 2x plus 1. Asoslar bir xil bo'ldi. X qo'shuv 1 x kvadrat minus 2x qo'shuv 1 bir tomga o'tkazamiz. X kvadrat minus 3x teng 0. X tenglik 0, x tenglik 3. Aniqlan sohasi 1 dan katta edi. 3 qanotlantiradi faqat. 0 yechim qanotlantirmaydi. Bizdan ko'paytma so'ralgan ekan. Javob 3 ko'paytirilgan ildiz 2. 3 ildiz 2 ekan. B javob. 9-misol. 9-misolda asosi 16 ekan. Shuni keyin soddalashtirib olaylik. Logaritm 16 x tenglik logaritm 2 ning 4-askariga x. Asos buni birinchi desak 1 taqsim 4 logaritm 2 askari x. Keling shuni A deb olaylik. 1 taqsim 4 A logaritm 2 askari x A deb olsak. Shunda suratga qo'yamiz. 4 ko'paytirilgan 1 taqsim 16 A kvadrat qo'shuv 1 taqsim 2 maxraj 1 taqsim 4A minus 1 taqsim 4. Ko'paytirilgan A minus 1 ayrilgan A teng 8. Endi 4 bilan 16 ni qisqartirsak 4. Kelingchada kasrning asosiy xossasiga ko'ra suratni ham maxrajni ham 4 ga ko'paytiramiz kasrdan qutulish uchun. Shunda surat A kvadrat qo'shuv 2 maxraj esa A minus 1. Ko'paytirilgan A minus 1 minus A qo'shuv yo'q teng 8. A minus 1larni qisqartirish mumkinmi? Qisqartirishdan oldin albatta aniqlan sohasi kiritamiz. 0 dan farqli deymiz. A esa 0 dan 1 dan farqli bo'lishi kerak. Endi qisqartirib olsak A kvadrat qo'shuv 2 minus A minus 8 teng 0. A kvadrat minus A minus 6 teng 0. Shunda yechimlari biri 3, ikkinchisi minus 2. Ikkalasi ham 1 dan farqli. Aniqlan sohasi kiritgandik. 1 dan farqli deb. A 1 dan farqli. Ikkalasi ham qanotlantiradi. Endi bu chiqqan yechimlarni aytib qo'yamiz. 3-ish davom etdi bu. 4 deylik. 3 va minus 2 qo'yamiz. Logaritm 2 askari x ga 3 qo'yamiz. Logaritm 2 askari x ga minus 2 qo'yamiz. Birinchi yechim 2 ning kubi. Ikkinchi yechim 2 minus ikkinchisi. Bizdan ko'paytma so'ralgan. 2 ni minus ikkinchisi javob 2. C javob.
Keyingi savol ifodaning qiymatini toping. Mana kvadrat bo'ladigan bo'lsa, masalan, tasavvur qiling, bunaqa holat berilgan. A ni n kvadratinchisi. Biz buni A ni n'inchisining n'inchi darajasi deb yoza olishimiz mumkin. Demak, 2023 ning darajasida logaritm 2023 asosga ko'ra 2024 ning logaritm 2023 asosga ko'ra 2024-inchisi teng. Mana bir xil bo'lgani uchun asosi bilan darajasi, ikkalasi asosi 2023, bu 2024 bo'ladi. Logaritm 2023 asosga ko'ra 2024. Endi yaxshilab e'tibor bersak, mana bu ikkalasi teng ekan qiymati. Demak, ular nolga aylanib ketadi. Biz shunchaki logaritm o'zini hisoblashimiz yetarli davomini. Minus logaritm 2 asosga ko'ra, logaritm 2 asosga ko'ra ildiz 2023 desa, ko'rinmas 2 lar bor. Hammasini ko'paytirib olsak, 2 ning 2023 darajasi ildiz 2 bo'ladi. Buni daraja ko'rinishida yozadigan bo'lsak, logaritm 2 asosga ko'ra, logaritm 2 asosga ko'ra 2 ning mana darajasi 1 taqsim 2 ni 2023-inchisi. Bu daraja ko'rsatish oldingi logaritm 2 asosga ko'ra 2 1 bo'lib qoladi. Minus logaritm 2 asosga ko'ra 2 ni minus 2023-darajasi. Javob 2023. D javob ekan javobimiz. Bir taqsim bo'lgani uchun teskarisi minus deb oldik. Keyingisi eng kichik butun yechimini toping. Bu eng tashqaridan boshlab yechiladi. 0.5 bo'lgani uchun qarama-qarshiga o'zgaradi. 0.5 ning 0-darajasi. Logaritm 3 asosga ko'ra, logaritm 2 asosga ko'ra x kvadrat qo'shuv 8x taqsim x minus 5 katta yoki teng 0.5 ning 0-darajasi 1 ga teng. Endi yana shu xossadan foydalanamiz. Logaritm 1 dan katta bo'lgani uchun o'zgarmaydi. X kvadrat qo'shuv 8x taqsim x minus 5 katta yoki teng 3 ning 1-si 3. Va yana bir marta foydalansak, logaritm shundan yo'qoladi. X kvadrat qo'shuv 8x taqsim x minus 5 katta yoki teng 2 ning kubi 8. Tengsizlik bir tomga o'tkazib, umumiy maxraj beramiz. Minus 8x qo'shuv 40 taqsim x minus 5 katta yoki teng 0. 0 ga aylanib ketsa, x kvadrat qo'shuv 40 taqsim x minus 5 katta yoki teng 0. Surat yaxshilab e'tibor bersak, surat x kvadrat qo'shuv 40 bu doimo musbat. Musbat sonni musbat songa bo'lsak 0 chiqadi, musbat chiqadi. X birdan yozmaylik. X minus 5 katta 0 deymiz. X katta 5. Maxrajda bo'lgani uchun teng ola olmaymiz. X 5 dan katta, bizga tenglikda eng kichik butun yechim so'ralgan, bu 6 bo'ladi. Javob D. Keyingi savol. Keyingi savolda keling, birinchi aniqlanish sohasi kiritib olaylik. Bizga x minus 2 0 dan katta, x minus 2 1 dan farqli, x kvadrat minus 4x plus 3 0 dan katta bo'lishi kerak. X 2 dan katta, x 3 ga teng emas, x minus 1, x minus 3 katta 0 dan. Son o'qiga joylashtiramiz. Birinchisi 2 dan kattalari so'ralyapti. Ikkinchisida esa 3 kirmaydi. Uchinchisi esa oraliqqa ajratadigan bo'lsak, 1 bilan 3 musbat, manfiy, musbat. Bizga musbatlari so'ralgan. Shunda 2 marta bo'yalgan oraliq x tegishli 3 dan chekslikkacha. X 3 dan chekslikkacha ekanligi aniqlanish sohasi orqali aniqlab oldik. Biz asos noma'lum bo'lsa, uni qiymatini bilishimiz kerak. 0-1 oraliqda bo'lsa, alohida aytiladi. Boshqa holat 1 dan katta bo'lsa boshqa. Lekin x 3 dan kattaligi aniq bo'lgani uchun 3 qo'ysak, 3 dan 2 olsak, asos albatta 1 dan katta bo'ladi. Asos 1 dan katta bo'lsa, tenglikning ishorasi o'zgarmaydi. Demak, x kvadrat minus 4x plus 3 kichik 1 dan. Endi buni yechamiz. Keling, to'la kvadrat ajratish usuli bilan yechaylik. Ikkala tomonga ham 1 ni qo'shib olamiz. X minus 2 ning kvadrati kichik 2.
Bu degani x minus 2 ning kvadrati minus iljasi 2 ning kvadrati kichik 0 desak, x minus 2 minus iljasi 2 x plus x minus 2 plus iljasi 2 kichik 0. 0 ga tenglashtirsak birinchisi 2 qo'shib iljasi 2 chiqadi, ikkinchisi esa 2 minus iljasi 2 chiqar ekan. So'noqga qo'yamiz. 2 minus iljasi 2 va 2 qo'shib iljasi 2. Oraliq ajratamiz. Musbat, manfiy, musbat. Bizga so'ralgan manfiy oraliq. Va yana bitta shart kiritganmiz. 3 dan kattalari 3 bizda 1.4, 3.4 bo'lsa, mana oraliqda joylashgan ekan. 3 dan kattalari. Shunda 2 marta bo'yalgan yakuniy javobimiz 3 dan boshlab 2 qo'shib iljasi 2 gacha ekan. O'zi misolni yechmasak ham bo'lgan. Chunki aniqlanish sohasi 3 dan katta bo'lsa, A javob ham xato, C javob ham xato, D javob ham xato. B javob bo'lgan. Faqat bu yopiq testda ishlaydi. Keyingisi tengsizlikni qanoatlantiruvchi butun sonlar yig'indisi 4 ta, demak ko'paytiruvchiga ajratish haqida o'ylab ko'ramiz. Qanday tanlaganimiz ma'qul? 25 liklarni o'zimiz bitta guruh qila olaylik. 25 ning qavsini tashqariga chiqara oladigan bo'lsak, 2 ning ikkinchisi minus 1. Minus 5 ning ikkinchisini chiqara olsak, 2 ning ikkinchisi minus 1. Kattaga teng 0. 2 ning ikkinchisi minus 1 chiqara olsak, 25 minus 5x kattaga teng 0. Ko'paytiruvchiga ajratdik. Endi nollarni topamiz. 2 ning ikkinchisi teng 2 0-inchisi x 1 0. 25 minus 5 ning ikkinchisi 0. 5 ning kvadrati 5 ning ikkinchisi x 2 teng 2. Endi buni so'noqqiga chizamiz. Qat'iy tengsizlik. Endi qat'iy ikkalasi ham bo'yaladi. 0 2. Oraliq ajratamiz. 3 qo'ysak, bu manfiy, bu musbat. Ko'paytmasi manfiy bo'lar, musbat, manfiy. Bizga so'ralgan oraliq musbatlari 0 u 2 oraliq. Javob tengsizlik butun yechimlar yig'indisi 0 1 2. Javob 3. Butun yechimlar yig'indisi B javob ekan, 3. Tenglama nechta haqiqiy ildizga ega? Tenglama. Keling, bir boshdan soddalashtirib boshlaymiz. Undan boshlaymiz. Asos o'zgartirilgan bo'lsa, bizda xossa bor edi. Logaritm askara B tenglik asos almashtirish C askara B logaritm C askara A. Bu yerda almashtirilgan, yana joyiga qaytaradigan bo'lsak, logaritm 12 askara logaritm 8 askara x bu logaritm 12 askara 0.25. Endi bu logaritm 0.25 asosga ko'ra logaritm 8 askara x bu degani logaritm 1/4 asosga ko'ra logaritm 8 askara x. Endi o'rniga qo'yamiz. 1/4 daraja ko'rsatkichida logaritm 1/4 logaritm 8 askara x teng logaritm 1/8 askara 3. Mana ikkalasi bir xil. Demak, logaritm 8 asosga ko'ra x teng. Mana ikkalasi minus 1-darajaga oshirsak, logaritm 8 askara 1/3. X 1/3. Lekin aniqlanish sohasi olmadik. Shuning uchun tekshirib ko'rishga majbur biz. O'ylab ko'ramiz. Logaritm 8 askara 1/3. Shuni o'zi aniqlab berdi bizga. Logaritm 8 askara 1/3 bu manfiy son bu. Lekin logaritm olsa ifoda manfiy bo'lishi mumkin emas. Demak, tenglamamiz haqiqiy ildizga ega emas. Keyingi savolda mana buni darajasiga yoza olamiz. Shunda misol ko'rinishi 2 ni ham darajaga yoza olamiz. Logaritm 10 askara 4. Qo'shuv buni darajaga yoza olsak, log 3 ning birinchisi qo'shuv 1/2x-inchisi. Tenglik log 3 ning 1/2x-inchisi qo'shuv 27. Buni log yozamiz. 4 ko'paytirilgan. Mana daraja qo'yish bo'lsa, 3 ning birinchi darajasi ko'paytirilgan 3 ning 1/2x-inchisi deb olsak bo'lar ekan.
tenglik logarifm taqsim x qo'shuv 27. Ikkala tomon bir xil bo'ldi. Tashlab yuborsak ham bo'ladi. 12 ko'paytirilgan 3 ning 1 taqsim 2x tenglik 3 ning 1 taqsim x qo'shuv 27. Belgilash kirita olamiz buni. 3 ning 1 taqsim 2x ni a deb oladigan bo'lsak, 12 barobar a kvadrat qo'shuv 27 bir tomga o'tkazamiz. A kvadrat minus 12 qo'shuv 27 teng 0. Bu qo'shganda 12 bo'lsa, 3 bilan 9 ko'paytirilganda 27. Endi yana joyiga qaytaramiz. 3 ni 1 taqsim 2x 3 ning 1-si 1 taqsim 2x tenglik 1, 2x teng 1, x1 teng 1 taqsim 2. Keyingisi 3 ning 1 taqsim 2x teng 9 bu 3 ning kvadrati. 1 taqsim 2x teng 2 taqsim 1, 4x teng 1, x2 teng 1 taqsim 4. Tenglamani barcha haqiqiy ildizlar yig'indisini toping. Aniqlanish sohasi ikkalasi ham qanoatlantiradi. Ko'rsatkich o'zi musbat bo'ladi. Yig'indisini so'ragan ekan bizdan. Javob 1 taqsim 2 qo'shuv 1 taqsim 4, 3 taqsim 4. Demak, C javob ekan. 16-savol. Tengsizlikning eng katta va eng kichik butun yechimlari yig'indisi. Aniqlanish sohasi olib qo'yaylik. X 0 dan katta. Ikkala tomonni ham 6 oskara logarifmlaymiz. Logarifm 6 asos kiritamiz va bunga ham logarifm 6 asos. Daraja ko'rsatkichi oldinga tushadigan bo'lsa, logarifm 6 oskara x ning 5-si ko'paytirilgan logarifm 6 oskara x tenglik yo'q, kichik logarifm 6 asosga ko'ra 216 ko'paytirilgan x kvadrat. Endi 5 oldinga tushiramiz. 5 ko'paytirilgan logarifm 6 oskara x ko'paytirilgan logarifm 6 oskara x kichik ko'paytmadan yig'iniga o'tib logarifm 6 oskara 216 3 ga teng. Logarifm 6 asosga ko'ra x kvadrat 2 ni oldinga tushirib olsak 5 logarifm 6 oskara x ning kvadrati kichik 3 qo'shuv 2 logarifm 6 oskara x modulda qolishi kerak, lekin x noldan katta bo'lgani uchun bu shundoq ham x ni o'zi qoladi. Belgilash kirita olaylik. Logarifm 6 oskara x ni a deb olamiz. 5a kvadrat minus 2 minus 3 kichik 0. Xorazmiga ko'ra buni ildizlardan biri 1 chiqadi, ikkinchisi minus 3 taqsim 2. So'nog'iga qo'yamiz. Minus 3 taqsim 2 yo'q, minus 3 taqsim 5 ekan. Chunki C taqsim A bo'ladi. Oraliqqa ajratamiz. Musbat, manfiy, musbat. Bizga manfiy oraliq so'ralgan. Shunda A ni oralig'i minus 3 taqsim 5 dan 1 gacha. Joyga qo'yadigan bo'lsak, minus 3 taqsim 5 kichik logarifm 6 oskara x kichik 1. 6 ni ikkala tomonga o'tkazsak, 6 ni minus 3 taqsim 5-si kichik x kichik 6. Bular 0 dan katta. Mana 1 taqsim 6 bo'ladi. Bu 0 butun nechidir? Bizga so'ralgan eng katta va eng kichik butun yechim. Eng katta butun yechim 5 bo'lar ekan. Eng kichigi 1. 5 ga 1 ni qo'shsak javob 6 bo'lar ekan. Javob B. Keyingi savol. 17-misol. 17-misol tenglamani nechta haqiqiy yechimga ega? Boshladik. Logarifm 3 oskara x qo'shuv 4 to'la kvadratga keladi. 2x qo'shuv 3 ning kvadrati qo'shuv logarifm 2 oskara 2x qo'shuv 3. Buni ko'paytiruvchiga ajratsak 2x qo'shuv 3 va 3x qo'shuv 4 ekan. Tenglik 4. Aniqlanish sohasi olmadik. Keyin tekshirib ko'ramiz. Kvadrat oldinga tushiramiz. Bu musbat yana o'zi qoladi. 2 logarifm 3x qo'shuv 4 asosga ko'ra 2x qo'shuv 3. Yig'in ko'paytmadan yig'inga o'tib olamiz. 1 qo'shuv logarifm 2x qo'shuv 3 asosga ko'ra 3x qo'shuv 4 tenglik 4. Belgilash kirita olsak bo'ladi. Buni a deb olsak 2 qo'shuv 1 qo'shuv 1 taqsim a teng 4. A 0 dan farqi deymizda a ga ko'paytira olamiz. 2a kvadrat bu minus 3a
qo'shib 1 teng 0. Xorazmiyga ko'ra yana koeffitsient sinov bo'lgani uchun 1 ildizi 1, ikkinchisi esa 1 taqsim 2. O'rniga qo'yamiz buni. Logaritm 3x qo'shuv 4 asosga ko'ra 2x qo'shuv 3 1 ga tenglashtiramiz 1 marta. Shunda 3x qo'shuv 4 teng 2x qo'shuv 3. X teng -1. Lekin bu yechim aniqlanish sohasini qanoatlantirmaydi, chunki -1 qo'ysak asos 1 bo'lib qoladi. Qanoatlantirmaydi. Endi ikkinchisini aytib qo'yamiz. 1 taqsim 2 ga tenglashtiramiz. Logaritm 3x qo'shuv 4 asosga ko'ra 2x qo'shuv 3 teng 1 taqsim 2. 2x qo'shuv 3 tenglik 3x qo'shuv 4 ning 1 taqsim 2-si. Kvadratga oshirsak 4x 6 12x qo'shuv 9 3x qo'shuv 4 bir tomonga o'tkazamiz 4x kvadrat plus 9x qo'shuv 5 teng 0. Bu ham xorazmiy agar minus bo'lsa, demak bitta ildizi -1, ikkinchi ildizi -5 taqsim 4. -1 o'zi boya ham chiqadi. Bu yechim qanoatlantirmaydi, aniq. Endi bitta -5 taqsim 4. -5 taqsim 4 o'rniga qo'yib tekshiradigan bo'lsak 3 -15 taqsim 4 4 1 taqsim 4 bo'lishi mumkin. 2x plus 3 ga qo'ygan paytimiz -10 -5 taqsim 2 2,5 1 taqsim 2. Demak bo'lishi mumkin. Nechta yechimga ega desa javob bitta. Bu ham bo'lsa -5 taqsim 4. Tenglamani yeching. 2 darajasiga yozib olamiz. Aniqlanish sohasi yo olamiz yoki keyin tekshirib ko'ramiz. 2 darajasiga yozsak ln 4 minus ln 5 qo'shuv ln 2 x qo'shuv 3 teng proporsiya qilsak ln qo'shishdan ko'paytirishga o'tamiz x kvadrat qo'shuv 3x. Ayirish bo'lsa bo'lish 4 taqsim 5 ko'paytiramiz 2x qo'shuv 3 teng ln x kvadrat qo'shuv 3x. Ochib chiqamiz. Lnlarni tashlaymiz. Birdan ochib o'raylik shuni. Yo'q. 4 taqsim 5 2x qo'shuv 3 teng x kvadrat qo'shuv 3x. Ko'paytirib olsak 5x kvadrat qo'shuv 15x tenglik 8x qo'shuv 12. Bir tomonga o'tkazamiz. 5x kvadrat qo'shuv 7x minus 12 teng 0. Yechimlardan biri 1 ga teng, ikkinchisi c taqsim a. minus 12 taqsim 5 xorazmiy. Bu safar juda ham ko'p keldi xorazmiy. 1 bilan minus 12 taqsim 5. Minus 12 taqsim 5 umuman chet ildiz 1 bo'lishi mumkin. Qanotlantir ekan. Tenglamani yeching. 1. O'z yechimlardan bitta ekan. Bu savolni yechgandik boya. Adashmasam yechimlari 2 bilan 1 taqsim 4 chiqqandi. Ko'paytma asosi yig'indisi 2/25. C javob. Keyingi savol. Bu savolda soddalashtira olamiz. 2 taqsim 3 minus logaritm x askara 3 minus yo'q teng logaritm x askara 2. Mana bu 2 ni 5 ni silsak oldinga tushirsak 1 taqsim 5 logaritm x askara x minus x ni 1 taqsim 2-si deb oldinga tushirsak 2 taqsim 1 logaritm x askara 3 bo'ladi. Endi mana ikkalasini ko'paytmasini soddalashtirishimiz mumkin ekan. Xossa bor. Agar logaritm askara b ko'paytirilgan logaritm b askara c bu logaritm askara c ga teng. Mana shu xossadan foydalanamiz. 2 taqsim 3 minus logaritm x askara 3 tenglik 1 taqsim 5 2 bilan 2 logaritm x askara x minus 4 taqsim 5 logaritm x askara 3. Endi belgilashga tortsak bo'lar ekan. Logaritm 3 asosga ko'ra x ni a deb olamiz. 2 taqsim 3 bu minus 1 taqsim a tenglik
a taqsim 5 minus 4 taqsim 5a. 15a ga ko'paytirib birdan makrajdan qutulamiz. Albatta a 0 dan farqli. 15 5 bo'ladi. 5 kere 2 10 a minus 15 teng 3a kvadrat minus 15 3 3 kere 4 12 bir tomga o'tkazamiz. 3a kvadrat minus 10 a 10a keyin 15 10 plus 3 teng 0. Demak, bitta yechimi 1 bo'lgan, ikkinchi yechimi esa 1 taqsim 3. Ikkalasi ham 0 dan farqli. Endi yetib qo'yamiz. Keyingi ishimiz 4-chi ish ekan. Logaritm teskari x ni 1 marta 1 ga, logaritm teskari x ni 1 marta 1 taqsim 3 ga. x3 ning 1 taqsim 3-si. Bizga aniqlagan sohasi 0 dan katta bo'lishi kerak edi. Ikkalasi ham 0 dan katta. Yo'q, bitta yechim 1 emas, 3 ekan. 3 bo'lgan payt 3 ning kubi. 3 ning 1 taqsim 3-si bu 27, ko'pincha 3 ekan javob. Ko'paytmasi. C javob. Bu savol takrorlandi. Nechta qiyinligi? 1 chiqdi, bitta. Javob A ekan. 22-chi savol. Soddalashtiramiz. 3 taqsim 7 ko'paytirilgan bu 5 ga teng. 27 bilan 4 joyini almashtirsak, logaritm teskari 27 3 ga teng. Logaritm 69 teskari 14 qo'shuv. Ikkalasi minus 1 darajaga oshirsak, logaritm 4 teskari 10. Qo'shuv ko'paytma yozsak, logaritm teskariga ko'ra 81. Buni to'la kvadrat ildizi 7 minus ildizi 5 ning kvadratiga keladi. Ildizida ildizi 7 minus ildizi 5. 3 taqsim 7 4 ni kubi 64 69 logaritm 69 teskari 14 qo'shuv bu 4 bir xil bo'lsa 10 qo'shuv kvadrat ildiz bular qisqarsa logaritm teskari 81 3 taqsim 7 69 demak bu 14 qo'shuv 10 qo'shuv 4 2 2 kere 3 6 qo'shuv 10 qo'shuv 4 20. Javob B. Savollar tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat. A'zo bo'lish esingizdan chiqmasin. Doim matematika. YouTube, Instagram, Telegram. Rahmat.